Payg'ambar alayhissalom farishta Jabroil alayhissalomdan bir savol so'raydi. Savolning mazmuni shuki: "Ey Jabroil, biz insonlar xato qilish ehtimoli bor bo'lib yaratilganmiz. Ya'ni Allohning buyruqlarini bajara olmay qolarmikinman degan xavotir bo'ladi. Siz farishtalarda ham mana shunday, Allohning amrlarini bajara olmay qolishdan xavotir bo'lganmi?" deb so'radi. Shunda farishta Jabroil alayhissalom: "Yo'q. Biz Allohning amrida kun-u tun qoyimmiz. Lekin men bilan 4 marta shunday holat bo'lgan. Ya'ni buyruqni bajara olmay qolarmikinman deya shoshib qolganman. Birinchisi Ibrohim Halilulloh olovga uloqtirilganda, ikkinchisi uning o'g'li Ismoil bo'yniga pichoq tortilganda, uchinchisi payg'ambar Yusuf quduqqa tashlanganda, to'rtinchisi siz bilan ey Muhammad. Uhud kunida siz o'sha chuqurga yiqilib xatar ostida qolganingizda, olamlar Robbisi zudlik bilan sizga yordam berishimga amr qilgan. Bandam Muhammadning qoni yerga to'kilmasin. Agar uning qoni yerga to'kilsa, bu koinotda birorta maxluqni yashashga haqqi qolmaydi. Hammani halok qilaman. Mana shunda Robbim amrini bajara olmay qolarmikinman deya shoshib qolganman, deydi Jibril alayhissalom. Kimga ummat bo'lganingizni yaxshiroq tushunishingiz uchun quyidagi ma'lumotni ham ulashaman. Olimlarimiz aytadi, butun borliq avvaldan to qiyomatgacha keladigan barcha narsa Rasululloh uchun yaratilgan. Payg'ambarimiz dunyoga kelishi hurmati uchun paydo qilingan. Dunyo Rasululloh uchun qadr rostlagan deydilar. Yerda Rasulullohning muborak jasadlari turarkan, bu ummatga ommatan balo yuborilmaydi. Bu ham Rasulullohning hurmatidandir. Payg'ambar alayhissalom farishta Jabroil alayhissalomdan bir savol so'raydi. Savolning mazmuni shuki: "Ey Jabroil, biz insonlar xato qilish ehtimoli bor bo'lib yaratilganmiz. Ya'ni Allohning buyruqlarini bajara olmay qolarmikinman degan xavotir bo'ladi. Siz farishtalarda ham mana shunday, Allohning amrlarini bajara olmay qolishdan xavotir bo'lganmi?" deb so'radi. Shunda farishta Jabroil alayhissalom: "Yo'q. Biz Allohning amrida kun-u tun qoyimmiz. Lekin men bilan 4 marta shunday holat bo'lgan. Ya'ni buyruqni bajara olmay qolarmikinman deya shoshib qolganman. Birinchisi Ibrohim Halilulloh olovga uloqtirilganda, ikkinchisi uning o'g'li Ismoil bo'yniga pichoq tortilganda, uchinchisi payg'ambar Yusuf quduqqa tashlanganda, to'rtinchisi siz bilan ey Muhammad. Uhud kunida siz o'sha chuqurga yiqilib xatar ostida qolganingizda, olamlar Robbisi zudlik bilan sizga yordam berishimga amr qilgan. Bandam Muhammadning qoni yerga to'kilmasin. Agar uning qoni yerga to'kilsa, bu koinotda birorta maxluqni yashashga haqqi qolmaydi. Hammani halok qilaman. Mana shunda Robbim amrini bajara olmay qolarmikinman deya shoshib qolganman, deydi Jibril alayhissalom. Kimga ummat bo'lganingizni yaxshiroq tushunishingiz uchun quyidagi ma'lumotni ham ulashaman. Olimlarimiz aytadi, butun borliq avvaldan to qiyomatgacha keladigan barcha narsa Rasululloh uchun